Assalomu alaykum. Xitoy korona COVID-19 virusini sun'iy paydo qilish mumkin bo'lamdi? Zodi virusning tajribaxonada yasalishi mumkin bo'lamdi? Afsuslanarli shuki, arab dunyosida xalq madaniyati ilm bilan qo'shib ketgandir. Shuning natijasida bu xil qo'chib yuz bermoqda. Ilmiy jihatdan jonsiz moddaning jonliq moddaga aylanishi faqat yuz bergani yo'q. Bu hech bo'lib boqmagan ish. Biologiya olimi Stuart Kaufman bunday deydi. Sana o'zining hayotlikning qanday boshlanganligini ilmiy jihatdan bildiganligini aytgan har qanday shaxs u ya ahmaq ya aldamchidir. Hayotlikning qanday paydo bo'lganligini ilmiy jihatdan bilolmaymiz. Eskartib qo'yay. Bu tema artistlarni аңтан qoldirdi. Chunki ular biz butun ilmlarimiz va universitetlarimiz bilan birga kelibmi hayotlik ishlab chiqarishga jonliq bir narsani yasash qodir bo'la olmaymiz deb qoladi. Ondan artistlar mavjud bo'lishida hikmat bo'lmagan, qalayimqon bir zaminning muhitida hayotlik tasodifiy paydo bo'lgan deganda quruq davoni ko'tarib chiqadi. Bu qandoqligi mumkin bo'ladi? Mana bu artistlarga nisbatan chiqolmaydigan xalta ko'chidir. Bugungi kunda universitetlarning eng chong arzusi olimlarning bakteriyadan necha million asli oddiy bo'lgan bir narsani yasab chiqa olishidan iborat. Biz qilib beqishga o'rnagan ish hayotlikning shakllaridan eng oddiy o'rniki bo'ladigan bir xil hayotlikni shakllantirish bo'lib, u bo'lsa-mu yangi paydo bo'lgan eng kichik bakteriyadanmi necha million asli kichik va yenik bo'lgan bir narsani yasab chiqishdir. Demak, bu ilmning yetib borgan eng oxirgi nuqtasidir. Tabiiyki, men bu yerda arab artistlar to'g'riliq gap qilmayman. Arab artistlar g'arb dunyosi inson yasashga yiqilishib qoldi deb ham surishmoqda. Demak, bu yerda o'tirib chiqadigan savol shuki, biz butun ilmlarimiz, universitetlarimiz va aqllarimiz bilan bakteriyadanmi necha million asli oddiy bo'lgan bir narsani yasashga qodir bo'la olmayotsak, oddin artistlar qilib eng avvalgi mavjud bo'lishida hikmat bo'lmagan, qalayimqon bir zaminning muhiti bakteriyani va insonni paydo qilgan deb turib olsa, bu qandoq bo'lgani? Gapni ochiq qilsak, artistlarning bu turqi bakli bechora. Alloh taoladan ularni hidoyat qilishni so'raymiz. Xo'sh, undaqda biz hayotlikning qanday paydo bo'lganligini bilolmaymiz devasak, tajribaxonada virus yasash degan so'zning ma'nosi nima? Bu nima deganlik? Bo'layotgan ahvol shu. Olimlar ba'zi viruslarni elib kelib, bu viruslarni aminoforin degandek ximiyalik muayyan moddalarga yoki ba'zi enzimlarga tutadi. Shuning bilan bu moddalarda qattiq reaksiyalik o'zgarishlar hosil bo'ladi. Bu orqali virus ba'zi xususiyatlarni o'zlashtiradi. Lekin bu yangi asl bo'lgan narsa virusning turini o'zgartirib etdi deganlikmi? Yo'q, hargiz undaq emas. U shu turning ichidagi virusning o'zi. Lekin bu virusga gen ko'lchikining ichida ilgari bor bo'lgan muayyan xususiyatlarni aktivlashtirish hosil bo'ldi deganlik. Bu so'zning ma'nosi nima? Har qanday jonliqning ichida ma'lumot lentasi bo'ladi. Bu ma'lumot lentasiga bu jonliqning xususiyatlari yozilgan bo'ladi. Bu ilohiy yaratishning ajoyib hayron qolarli taraflaridir. Har qanday jonliqning xususiyatlari ashu jonliqqa xos bo'lgan ma'lumot lentasiga yoki gen lentasiga shifrli harflar bilan yozilgan bo'ladi. Har bir harflar yig'indisi bir ma'lumotni ifodalaydi. Bu harflar ma'lumoti bu virus bir jonliqdan boshqa bir jonliqqa qanday o'tkaziladi deganni ifodalaydi. Virusning ichida ba'zi ma'lumotlar bor bo'lib, bu ma'lumotlar aktiv emas, uxlagan holatda bo'ladi. Olimlar bu virusga ximiyalik besin paydo qilish orqali uning xususiyatini o'zgartsa, shu chaqdala bu ma'lumotlar jonlanib, bu virus yangi xususiyatlarni o'zgartirishga boshlashi mumkin. Demak, bu ma'lumotlar virusga xos bo'lgan gen ko'lchikida bo'ladi. Gen ko'lchiki xilma-xil xususiyatlarni o'zlashtirishga ruxsat qiladi. Lekin bu ashturning o'zining ichida bo'ladi. Bu usul, ya'ni inchika va kichik bir jonliqning xususiyatini o'zgartirish usuli 2018-yili ximiyada Nobel mukofotiga erishgan olimlar tadqiqot olib borgan usul edi. Ular ba'zi bakteriyalarning enzimlariga xos bo'lgan ma'lumot lentasiga ximiyalik moddalarni kirgizish orqali uning xususiyatini o'zgartdi. Bu o'zgartishlar bo'lsa, harflar jihatdan necha million yillarni qisqartgan edi. Ya'ni bakteriya uchun necha million yillar o'tgandan keyin bu o'zgarishlarning hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Ximiyalik o'zgarishlar necha million yillarni qisqartgan bo'ldi. Hozir Nobel ximiya komitetining a'zosi va ximiya olimi doktor Sara Linsning so'ziga quloq solaylik. Ularning qilgan ishi bo'lsa, amaliyotda necha million yil vaqt ketadigan narsaning taraqqiy qilishini tezlashtirdi. Buni bir qancha haftalarda yoki bir yilda amalga oshirdi. Lekin acaba necha million yillardan keyin nima bo'ldi? Bu mikrob boshqa bir turga yetkazilmadi. Uning ichida yangi bir proteinmi borliq kelmadi. Bo'lgan ish nima desak, ba'zi enzimlar o'z turidagi gen ko'lchikining ramkasida taxim layoqatliroq bo'ldi. Bu Nobel komitetining rasmiy torbitining so'zidir. Saptilisin deb atalgan enzimning o'zi 1, 2 va 3 avlodda avvalgidek davomlashdi.
Shu enzimning o'zi shu oila, shu tür, shu mikrobning ichida, shu enzimning o'zi shu. Demak, biz kuzatgan ishlarning hammasi bir enzimning ichidagi o'zgarishlardir. Bu ahvol canlıqlarning taraqqiy qilish nazariyasiga raddiya bo'ladi. Ya'ni canlıqlarning taraqqiy qilishi yo'q gap. Chunki necha million yillar o'tgandan keyin bakteriya shu turning o'zining ichida avvalgidek davomlashgan. Bu yerda Michigan universitetida olib berilgan hayron qolarliq yana bir tajriba bor. Bu tajribada boshqa bir turga yetkazadigan yoki yetkazilmaydiganlikqa qarab beqish uchun necha trillion bakteriyalarga ximiyalik moddalarni kirgizish orqali uning xususiyatini o'zgartdi. Biz birlikda bu hayron qolarliq tajriba quloq solaylik. Michigan viloyatidagi bir universitetdagi biologiya olimi Richard Lenski 80-yillarning oxirlaridan boshlab cho'ng uchay tayoqsimon bakteriyasi E. coli ga uzun muddatli taraqqiy qilish tajribasini olib berayotgan edi. Darwinizmning kuchli qo'llovchisi bo'lgan Lenski taraqqiy qilib, qanday yangi vazifalarni o'rinlaydiganligini ko'rish uchun bakteriyaning bir qancha avlod jarayonida taraqqiy qilishini ko'rsatib boqmoqchi bo'ldi. Men bu tajribadan qattiq hayron qolg'uchilarning biriman, chunki bu tajriba har qanday bir modelni qurmadi. Bu kompyuter modeli emas, bu ham nazariya emasdir. Uning qilg'ini taraqqiy qilish ishining o'zining usuli bo'yicha bo'lishiga ruxsat qilishi va bu ishdan kelib chiqqan narsani ko'rishdir. 2014-yilning kelishi bilan Lenski va uning tadqiqot guruhi 60 ming avloddan ko'proq bakteriyani ishlab chiqardi. Bu bizga o'xshash cho'ng bir jonliqning umridagi million yilga barobar bo'lgan narsadir. Shu botilkalarda tug'ilib, o'lib ketadigan necha trilliondan eshib ketadigan xilma-xil bakteriyalar bor. Gerçi bakteriyalar Darwin nazariyasi uchun mol dalillar bilan ta'minlaydi deb ko'pchilik ilingan bo'lsa-mu, Lenskining tajribalari Darwinizm ishlab chiqarilmagan narsani texim ochiq izohlab bergan bo'lishi mumkin. Biz yangi tarkiblik, yangi vazifalik, yangi bir proteinni topolmadik. Yana elib chiqarib qo'shish va asli mavjud bo'lgan ma'lumotlarni qaytadan ratlash qatorliq nihoyat ko'p ishlarmi bor. Demak, bu taraqqiyot nazariyasi ishlamadi degan gap. Biz virusni paydo qilish xususiyatini o'zgartirish orqali bo'ladi degan edik. Lekin olimlar elib berayotgan yana bir xil usul bor bo'lib, olimlar viruslardagi ma'lumot lentasidan bir parcha elib, uni yana bir virusga ma'lumot lentasiga qo'yadi. Bu xil usulni men doim atni eshakka chaptirish usuli deb atayman. Lekin bu chaptirish viruslardagi ma'lumot lentasidan bir parcha elib, uni yana bir virusga ma'lumot lentasiga qo'yadigan bo'lg'achqa, hujayraning eng kichik parchasi saviyasida bo'ladi. Dunyodagi bu xil usulda tadqiqot elib berayotgan tadqiqot markazlarining eng dangliqi Craig Venter institutidir. Kimki bu ishlarning jarayonini tushunmoqchi bo'lsa, men uningga bu programmani tavsiya qilaman. Uning o'linishi mushu videoning ostida izohatdagi birinchi o'linish shu. Endi savol: Xitoy koronavirusini tajribaxonada taraqqiy qildirilganligi amaliy jihatdan mumkin bo'lamdi? Masalan, ular hayvonotlar orasida yetkaziladigan koronavirusni kelib, ximiyalik moddalarni kirgizib, uning xususiyatini o'zgartdi deyli, yoki elib selish, kesib chaplashlar orqali bu virusda yangi xususiyat kelib chiqdi deyli. Bu yangi xususiyat bo'lsa, uning odamlar orasida yetkazilganligi desak, bu ish amaliyotda bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Ilmiy jihatdan bu yerda bir cheklama yo'q. Lekin shu narsa oydinki, biz uni yoki buni qaralaydiganga hech qanday bir dalil paketga ega emasmiz. Ya'ni bu bir suiqasd bo'lib, o'rin kimga olgan bo'lsa o'zishib ketdimi, yoki u amaliyotda Amerikaning yoki Xitoyning tajribaxonalarida ishlab chiqarilgan biologik bir qurol bo'lib, tuyuqsiz ular buni kontrol qila olmay qoldimi, yoki bu virus muayyan muhit bulg'anishlarga uchrab, bu bulg'anishlar uni bir odamdan yana bir odamga yetkazilgan qilib qo'ydimi? Hozirga qadar uning haqiqiy jarayonini bilmaymiz. Lekin biz kesib ayta oladiganimiz shuki, haqiqatan bu balo qazo, bu vayronchilik faqat bizning gunohlarimiz, faqat bizning zulmlarimiz va ziyon urmas sog'lom biologik tamponlikqa va sistemaga buzg'unchilik qilayotganimiz tufaylidan kelib chiqqan. Alloh taolo bunday degan: insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Undaq bo'lgan ekan, bizning qattiq yelinish va tavba qilish bilan Alloh taologa qaytishimiz vojib bo'ladi. Alloh taolo bunday degan: ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nemish qilinmadi, lekin ularning dillari qasovatlashdi, iymonga yumshimadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Bizning yana bu olamda bo'layotgan ishlarning hammasi Alloh taolaning ilmiy hikmati, irodasi va taqdiri bilan bo'ladi, bilishimiz vojib bo'ladi. Alloh taolo bunday degan: agar Parvardigoring xolisa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Mana bu qazo qadariga iymon etishdir. Peshonamizga putilgan narsaning cho'qim yetmay qolmaydiganligini, putilmaganining hargizmi xato etib qolmaydiganligini bilishdir. Payg'ambar alayhissalom bunday degan:
Agar sen Uhud tağidek altınni Allah Taalaning yo'lida sarf qilsangmi, toki sen taqdirga iymon keltirmaguncha Alloh Taala uni sendan qabul qilmaydi. Shuni bilishing kerakki, peshonangga putilgan narsa senga cho'qim yetmay qolmaydi. Putilmagan narsa senga hargizmi xato etib qolmaydi. Buningdan boshqa e'tiqod ustida bo'lsang, albatta do'zaxga kirasan. Hamma narsa Alloh Taolaning irodasi bilan mangadi. Shuning uchun biz sabablarni qilamiz va yana bu vaqtning o'zida Alloh Taolaning taqdirlariga rozi bo'lamiz. Biz faqat kasal bor o'rindan yiroq turish va bu vaboga foydasi bo'lgan dori-darmoklar haqida izlanib, karantin usuli bo'yicha tibbiy va ilmiy sabablarni qilish bilan kifoyalanamiz. Shundaqla Alloh Taolaning taqdir qilgan ishlarning hammasi yaxshidir deb bilamiz. Bu virus bir suiqasdmi yoki undaq emasmi deb behuda bosh qotirmaymiz. O'zimizga foydali bo'lgan ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Alloh taoladan bizni afv qilishni va bizdan bu balo qazoni ko'tarishni so'raymiz. Assalomu alaykum. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت